Sizlar so'radinglar, biza chiqaruvimizni boshlang'ich to'lovsiz Spark avtomobili avtomat korobkasidan qop-qora rangida. Nima deysizlar? 3.800.000 dan oylik to'lovlari chiqsa-chi? Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzumsiz? Yaxshimi? Ahvollaringiz yaxshimi? Siz olijormi? Bonuslar ham buncha chiroyli bo'lib ketyapti. Xalq uchun-da, mana xalq mazza qilsin. Olsin, haydasin. Shunday. Konkretni kommentariyada yozishyapti, Spark bering, Damas bering, hammasidan chiqaryapmiz. Obuna bo'lib qo'ysa, bu yoqqa zo'r mashinalarni yana chiqaraveramiz. 2022-yil aka bu. 63 ming yurgan mashina. Eng oxirgi Mamont. Ha, oxirgi chiqqani. Avtomat, full variant, hamma narsasi bor. Balo holatlari ham zo'r ekan. Ha. Avtomat korobka. Biz bosh to'lov qilganmiz. Aha. Faqat gay notar rasxotini o'ziga qilib ketadi. Xarajatlarni qo'rishadi. Bu degani aka $800 ketadigan bo'lsa, общий xarajatiga Xo'p. 130, men 100 dan $600 bilan qo'yib yuboramiz. $600 faqat xarajati uchun. Bankka bir so'm boshlang'ich to'lov qilmaydi. Hamma narsasi ichida ishi bitib ketadigan $600. O'zingiz bankka boshlang'ich to'lovni qo'rasiz. 2,5 ming atrofida boshlang'ich to'lov ketyapti, adashmasam. O'sha boshlang'ich to'lovni o'zingiz klient ko'zini oldida qilib berasiz. Bo'ldi aka. Baraka aka. Joningiz sog' bo'lsa, bas nomer qoldiraman, telefon qilishadi, qo'yadi, yana gaplashaverasiz aka. Bitta pasport, 12 ta viloyat. Baraka. Ushmaymizmi? Ushmaymizmi? Zo'r mashina ekan lekin. Ha, cho'pki mashina. Zo'r mashina.